Alo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Yaxshimisiz, opajon? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi 9. Alo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Onajonim, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Bugungi 9-mart sanasida yangi yoshlarni qarshi olayotgan Mahfuzaxon onamiz bilan to'g'ri bog'lanyapmizmi? Ha? Salomat bo'ling. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat. Uzoq umrlarni ko'rib yurish nasib qilsin. Sizni tug'ilgan kun tabriklari teleloyihasidan bezovta qilyapman. Ushbu loyihaning boshlovchisi Nargizaxon bilan aloqada bo'lib turibsiz. Maylimi 5 daqiqa vaqtingizni olsak? Mayli. Rahmat. Onajon, bugun loyihamizga sizga atalgan maxsus tabriknoma kelib tushgan. Ushbu xatlarni yo'llayotgan yaqin insoningiz kim bo'lishi mumkin? Kimdan kutyapmiz ushbu maktublarni? Endi to'rtta farzandim bor. Qizimdir, o'g'limdir. O'g'illaringiz orasidan kelib tushgan ushbu maktublar. Qizim bo'lsa kerak-da, epchiroq shunaqaga. Onajon, o'g'illaringiz orasidan taxmin qiling-chi? Navruzbek, Yanachi? Abdulmajid. Kutamizmi Abdulmajid akamizdan? Abdulmajid. Bugun sizni turmush o'rtog'ingiz Halimjon ota, keliningiz Himoyatxon, nabiralaringiz Dilshodxon, Xurshidaxon, Hakimbeklar nomlaridan o'g'lingiz Abdumajid akamiz tabriklayotgan ekanlar. Rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Sizlarga tanjonlari sog' bo'lsin. Ilohim rahmat. Ilohim omon bo'lsin baxtingizga. Bugun o'g'lingiz nomlaridan chiroyli maktublarni eshitishga vaqtimiz bormi onajonim? Bor. Rahmat. Eshitamiz, unday bo'lsa o'qib eshittirib qo'yaman. O'g'lingiz nomidan qabul qilib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum, mening mehribon onajonim. Bugun sizni tabriklash uchun so'zlarim kamlik qilyapti. Juda ham ko'p so'zlarni yozmoqchiman, lekin yuragimdagi tuyg'ularni so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Juda ham qiynalib ketdim. Chunki siz oddiy insonim emassiz. Siz meni hayotimdagi eng buyuk insonim, eng mehribon qalbim egasisiz. Men hali kichkina bo'lganimda siz meni bag'ringizga bosib, tunlari uxlamay qo'riqlaganingizni eshitib ulg'aydim. Men yig'laganimda sizni yuragingiz og'rigan, men kulganimda esa siz dunyodagi eng baxtli insonim bo'lgansiz. Gar yiqilsam, siz meni ko'targansiz. Xato qilsam ham meni tashlab ketmagansiz, onajon. Barchasi uchun rahmat sizga. Ba'zan men sizga yetarlicha rahmat aytmagandirman. Siz meni birinchi ustozimsiz, birinchi do'stimsiz, eng yaqin maslahatchimsiz. Ba'zan siz ham charchaysiz, lekin buni hech kimga bildirmagansiz. Ba'zan yuragingiz og'risa ham biz uchun kulib turgansiz, onajon. Sizni shu mehringizni, sabringizni o'ylasam yuragim titrab ketadi. Men hali siz uchun juda ham katta ishlar qila olmagan bo'lishim mumkin. Lekin bitta va'dam bor. Men shunday inson bo'lishga harakat qilamanki, siz men bilan faxrlanasiz. Siz boshqalarga bu meni o'g'lim deb g'urur bilan ayta olasiz, onajon. Siz mening duolarimdagi eng birinchi insonimsiz. Alloh sizga uzoq umr bersin, ilohim, sog'lik bersin, qalbingizni doimo xotirjam qilsin. Sizni kulgingiz bizni baxtimizdir. Sizni borligingiz bizni eng katta boyligimizdir. Agar dunyodagi barcha gullarni olib kelib, oyoqlaringiz ostiga to'shasam ham, siz bergan mehrni bir tomchisiga ham teng kelmas ekan. Siz biz uchun butun dunyodan ham qadrliroqsiz, onajon. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz meni hayotimdagi eng yorqin nuri, eng muqaddas duosisiz. Yaxshi ham siz borsiz ekan, onajon. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radigan o'g'lingiz nomidan deb qolgan ekanlar. Rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Qo'shganizdan qo'sha qarisin iloya. Inshaalloh. Onajon, bu hali hammasi emas ekan. Sizga aytilgan maxsus she'rlar ham bor ekan. Eshitamizmi ularni ham? Eshitamiz. Rahmat.
Kunlarim ertakdek o'tganida ham, yaxshilar qo'limni tutganida ham, kimlardir yo'limni kutganida ham, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Ishlarim yurishib boyib ketsam-da, ustga birni kiyib birni yechsam-da, nozu ne'matlarga to'yib ketsam-da, onamni poyidan pastdir bu dunyo. Onamni o'rnini bosmaydi hech kim. Onamdek qalbini ochmaydi hech kim. Onam mehri oldida loldirman men jim, onamni poyidan pastdir bu dunyo. Meni barchadan zo'r suyguvchi onam, dilimda borini bilguvchi onam, barchadan ustunroq qo'yguvchi onam, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Deydilar qahrli bahodirlar ham janglarda jon berar chog'i mardona, behad azoblarga chidab so'nggi dam bitta so'z dermishlar shivirlab ona. Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr, takror aytilganda rangsizdir kalom, bu yorug' olamda vatan bittadir dunyoda ona degan nom. Ushbu satrlarni barchasi o'g'lingiz nomidan ekan, oz bo'lsa-da xursand qila oldikmi sizni? Xursand bo'ldim, rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Niyatlariga yetkazsin. Inshaalloh. Sizlarning ham tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bunday yaxshi xabarlar yetkazganlaring uchun. Rahmat, onajon. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, o'g'lingizni yaxshi ko'rishingizni ham aytib qo'ysangiz, bizni eshitib albatta xursand bo'lib qolardilar. Yaxshi ko'raman, hamma bolamni, uch o'g'limni ham, bitta qizimni ham, kelinlarimni ham, hammasini yaxshi ko'raman. Mashalloh, baxtingizga hammalari sog' omon bo'lsinlar. Siz ham ularning baxtlariga uzoq umrlarni ko'rib yuring. Shukrona kunlarni, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Yaxshi kunda yana ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, sizlar ham tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il-u qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim, tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot, men uchun go'zal, siz bilan hayot,